Zdaniyamizni uzoq muddatga ijaraga beriladi. Mana shunaqa katta zdaniya so'raganlarga 30 ta xonasi bor ekan. Общий kvadraturasi 500 kvadrat. Birinchi etaj, ikkinchi etajimiz 500 kvadrat. Podval 500 bo'lsa, общий 1,5 ming kvadratli joyimiz uzoq muddatga ijaraga beriladi. Batda xolasa xususiy klinika qilsin, xolasa maktab, xolasa bog'cha, qanaqadir tashkilotga ham ijaraga berilaverar ekan. Oldida juda ham katta parkovka uchun joyi bor. Mana bu ham o'sha beton bilan o'rab qo'yilgan. Bu lokatsiyamiz Kirgilida zavodni yo'lida. Mana shu yerdan hozir devordan shuni ko'chaga chiqib chapga bu tomon yursangiz Kirgili zavodga chiqasiz. Bu tomoni So'g'irbuloq. Kirgili zavodni yo'lida, katta yo'lni bo'yidan mana shunaqa chiroyli joy so'raganlarga men aytdim bitta shlagbaum qo'yib, bitta ahrana qo'ysangiz zakritli zona bo'ladi. Kak. O'zingiz uchun foydalanaverasiz. Uzoq muddatga akamizga o'sha yana qaytaraman, xolasa klinika, xolasa maktab, xolagan biznesini qilsin, ijarasini bersa bo'ldi deyaptilar. Gazi, suvi, sveti bor. Ishlab chiqarish qilsangiz ham menimcha yaxshi bo'ladi. 30 ta xona ham menimcha normalniy bo'lsa kerak. Narxini kelishasizlar, lokatsiyani aytdik, mana shunaqa ijara so'raganlarga jo'natib qo'yamiz.